Hurmatli azizlar, biz bugungi videomizni quloq shang'illashiga qarshi mashq orqali ko'rsatmoqchimiz. Agar sizda quloq shang'illashi bo'ladigan bo'lsa, u degani quloqning ichida piramida yo'llari deydigan o'sha yo'laklar bor, qon aylanish, suyuqliklarning aylanish yo'llari. Ana o'sha joyni ochish uchun ma'lum bir harakatni bajaradigan bo'lsa, suyuqlik bunday aylanib oqib o'tadigan bo'ladi. Ana o'shaning uchun bizning mana bu mashqimizni siz foydalanib quloq shang'illashidan xalos bo'lishingiz mumkin. Lekin shunda ham mutaxassis maslahati bilan qilganingiz yaxshi. Buni uy sharoitida qilsangiz ham hech qanday zararli tomonlari yo'q. Birinchi navbatda bemorni kushetkaga yotqizamiz. Yotib olamiz. Yotgan paytda sal balandroq bosh osilib turishi kerak. Bo'yin kushetkadan, ya'ni yotadigan stoldan chiqib turishi kerak. Keyin o'rningizdan turasiz. 45 gradus bu yon tomonga qaraysiz va yotasiz. Astalik bilan yotdingiz, 30 sekund sanaysiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 sekund vaqt o'tgandan keyin bu tarafga qarab, keyingi tarafga qarab, qarama-qarshi tarafga 45 gradus aylaniladi va yonboshlanadi. Mana shu holatda 30 soniya turiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 va asta-sekinlik bilan oyoqni tushirib o'rnimizdan tursak bo'ladi. Mana shu quloqqa maxsus mashq hisoblanadi. Ichki quloqdagi aylana labirint yo'llarida suyuqlikning aylanishini ta'minlaydi. Ya'ni mana shu trayektoriyalarda aylanishi bloklangan bo'lsa, tiqilmalar bo'lsa, qo'lingiz quyuq bo'lgan bo'lsa, mana shularni aylantirish orqali to'g'rasa bo'ladi. Albatta bu mashq faqat yordamchi mashq hisoblanadi. Asosiy muammoni hal qilmaydi. Asosiy muammo qonning quyuqlashishi va organizmda tomirlarning zaiflashishidan kelib chiqadi. Asosiy muammo shu qon tomirlarini kuchaytirishga bag'ishlanishi kerak va har doim badan tarbiya bilan shug'ullanib boring. Endi bu hozirgi ko'rsatgan mashqimiz bu bir quloqqa mo'ljallangan, ikkinchi quloqqa ham xuddi shu mashqni bajarib qo'yasiz. Agar sizga organizmni to'liq kineziologiya usullari orqali tashxis qilib, muolaja qilib, davolash qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarga o'z raqamlaringizni qoldiring va biz siz bilan aloqaga chiqamiz. Xayr, sog' bo'ling. Endi siz ikkinchi martabaga qilib qo'ying. Bunaqasi o'tirishim kerakmi? Yana bu yoqqa yotib olasiz. Yotib o'lchab oldingiz, endi o'tirasiz. Biz hozir qaysi quloqqa qildik? Bu quloqqa, endi bu quloqqa qilamiz. 45 qaraysiz, yotasiz. Endi 30 ta sanang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 bo'ldi. Endi bu tomonga qaraysiz. 45 gradus yonboshlaysiz. 30 sekund yana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mana shu quloqni ichida shang'illashgan.